Hammaga assalomu alaykum. Infarkt bo'lib qolibdi mashina. Naqadar bu go'zal odam. Buni qiladigan ishimiz bu dad полностью yechiladi. Mana bunga buni ham bilan astatgan bo'lsa, klipsi qo'yib yuborish kerak. Juda ham og'ir ahvolda, juda ham. Mandan keyin adashmasam ustiga olib borishadi. Hozir polni tozalattirmoqchi. Lyukdan suv urib yuborgan, qatidan urayotganini bilishmaydi. Uning kasali bor biladi. 4 ta shinankasi bor. O'sha to'lib qolsa ham urib yuboradi. Keyin uni tozalaymiz hozir. Chochamiz. Hammalarga ishilarga omad. Xizmatda bo'lsa, bemalol qilamiz.